Mashinani to'xtatib qoldi, dizel bor edi. Dizelni olib quyib yurgizib, yonayotganda mana qildim, yoqda edi, bakalasi u tepib yuborgan, yo men tepib yuborganman, bilmayman. Yo'q, quyib turib buni yoqdingizmi? Jinoyat ishlari bo'yicha Quvasoy shahar sudida mazkur qotillik ishi atroflicha ko'rib chiqildi. Sud materiallarida qayd etilishicha, 36 yoshli ayblanuvchi Quvasoy shahridagi Amir Temur mahalla fuqarolar yig'inida yashab, oilaviy munosabatlar davomida rashq va kelishmovchiliklar sabab bir necha bor janjallashib yurgan. Voqea sodir bo'lgan kuni soat taxminan 12:00larda yana janjal chiqqan. Ayblanuvchi ayolini kuch bilan ko'chaga sudrab chiqib, Matiz rusumli avtomashinasiga majburlab o'tkazgan. Yo'ldan 1 litr benzin xarid qilib uni avtomashinaga joylashtirgan. Bu vaqtda jabrlanuvchi ham salonda bo'lgan. Oilaviy nizoni hal qilish o'rniga ayblanuvchi ayolini Quvasoyning Yuqori Mo'yan mahallasi yaqinidagi ovloq hududga olib borgan. U yerda ayoldan o'z onasiga o'z joniga qasd qilish haqida video murojaat yozishini talab qilgan. Ayol bu talabga rozi bo'lmagan. Natijada u kaltaklangan va o'tkir tig'li jism bilan qo'lidan jarohatlangan. Atrofda hech kim yo'qligidan foydalanib sudlanuvchi benzinni ayolning ustidan sepib, uni shafqatsizlarcha yoqib yuborgan. Olovda qolgan ayol yaqin atrofdagi oqib o'tgan kanalga tushib o'zini qutqarishga uringan. O'sha atrofda bog'da ishlayotgan fuqarolar uni suvdan chiqarib olgan. Biroq shifokorlarning bir necha kunlik harakatlariga qaramasdan jabrlanuvchi olgan og'ir tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Sudlanuvchi bir necha marotaba sodir qilgan jinoyatlari uchun ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlangan bo'lsa-da, o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan qayta o'ta og'ir jinoyat sodir qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Quvasoy shahar sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining J bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ushbu modda bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Ayol va erkak xatodan xoli emas, ammo har qanday muammoni muomala, sabr, bir-birini eshitish orqali hal etish mumkin. Zo'ravonlik, tahdid va qasddan qotillik hech qachon yechim bo'lmagan. Bahodir Maqsudov, Dostonbek